أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alloh taoloning iltifoti bilan Tafsirul Jalolayndan Sura Nisoning 94-nji oyatiga keldik. Oldingi oyatda mushu adam o'ldirish jinoyatininki ahvollari, shuni jazosi qanday bo'lganligi haqidagi mazmunni o'qib o'tgandik. Shuning birisi xatolashib adam o'ldirib qo'yish deganimiz. Ammo bugun o'qilgan oyatda 95, 94-nji oyatda shu xatolik sababidan xatolashib qilib adam o'ldirib qo'yishniki bir misol endi. Misal sifatida bir ahvol so'zlandi ekan. Alloh taolo shundoq deydi: "Estaizu billah, ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan tabtaghuna 'arada al-hayati ad-dunya fa'inda Allahi maghanimu kathira kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu 'alaykum fatabayyanu inna Allaha kana bima ta'maluna khabira." Yani ey iman etgan müminler, Allah yo'liga yana g'azotga otlangan vaqtinglarda haqiqat deb ish qilinglar. Ya'ni mo'min yoki kofirlikka aniq bo'lguncha o'ldirishga oldirib ketmanglar. Sizlarga musulmon bo'lganligini bildirib salom bergan odamga dunyoning mol-mulkini, g'animatni, ya'ni g'animatni ko'zlab, sen mo'min emassan demanglar. Ya'ni o'lishdan qo'rqib salom berding deb uni o'ldirib etmanglar. Allohning dargohida mundoqlarni o'ldirishdan sizlarni bejat qilgan nurg'un g'animatlar, ya'ni savob bordir. İlgiri sizlerme yani şundak kafir idinlar. Keyin Allah sizlerge imanni iltifat qildi. Ularni o'zinglarga selishtirib haqiqat deb ish qilinglar. Allah sizlarning qilmishinglardan xabardordir. Yani bu oyat qanday ahvol ostida nozil bo'lgan desa, sahobalardan bir qancha kishi Bani Sulaym jamoatidan bo'lgan bir kishining o'tib ketib o'tib, u odam qo'yni haydab ketayotgan ekan. Bu qo'yni haydab ketayotgan odam sahobalarga salom qilgan vaqtda bu sahobalar ma sallama alayna illa taqiyatan. U bizning qo'rqitlarkin, meni bizni meni o'ldirib o'tmasin deb o'zini saqlanib, shunidan qo'rqitib bizga salom qildi. Deb kelibdi, u odam o'ldirib o'tgan deydi. O'ldirib uning qo'ylarini g'animat olib ketdi. Shundan bu oyat nozil bo'lgan deydi. Ya'ni ey iymon etgan mu'minlar, idza darabtum degani ya'ni safartum lil jihad. Jihad uchun safar qilsanglar. Yani sahabelarniki qo'y deb ketayotgan kishini o'ldirib o'tishi aniqi bekorlikqa o'zining ishini qilib yurayotgan odamni o'ldirib o'tgan gap emas. Bular jihodga chiqib shu jihod holatida bo'layotgan ish endi. Jihod holatida bo'lmasa, unda o'ldirib o'tsa u og'ir jinoyat bo'ladi. Mana shu jihod holatida bo'lg'achqa odamni xatolashib qilib o'ldirib qilgan gap edi. Qasdlik emas. Shu Alloh yo'lida jihad qilib safar qilsanglar, fatabayyanu, ya'ni aniqlanglar. Bu fatabayyanu degan fatabbatu deb o'qildi ekan. Endi bir qiroatda. Ya'ni ashni jarayonni bir odamning mu'minmi kofirmi shuni jarayon aniqlab ish qilinglar degan. Vala taqulu demanglar bir kishiga qildi sizlarga salom. Sizlarga salom tashlagan, ya'ni salom qilgan odamni lasta mu'mina, sen mu'min emassan demanglar. Esselame degan esselame esselame alif bilan alifsiz o'qildi deydi. Ettahiyya degan ma'noda yoki el-inqiyat bo'ysunish degan ma'noda. O'simi shahodat kalimasini aytish bilan bo'ysunishdir. U bo'lsimi uning musulmon bo'lganligiga alomat bo'lgan, ya'ni shahodat kalimasini aytish bilan salom qilish yoki bo'ysunish degan ma'noda. Ya'ni ashna odamga lasta mu'mina demanglar. Ya'ni sen bu gapni o'zingni va mol-mulkingni saqlab qolish uchun deding. Bo'lmasa seni qalbingda musulmon bo'lgan odam emas degan maqsadda ashna deb uni
Öldürmem demekçi. Fetaktuluhu. Yani aşağıda demekler eğer depsasını öldürüp koysa. Tebtegune aradal hayati dünya. Yani bu arkalık sizler dünya hayatındaki mal matasını talep kılısılar. Yani arad degan meta'aha minel ganime. Ganimetli olgan dünyanın mal matası. Yani ganimetni ko'zlab qolma sizlar mushtaq qilganlar deb aytdi. Fa'indallahi maganimun kathira. Allohning dargohida ko'plagan g'animatlar bor. Sizlarni o odamni ashuni g'animatning qo'lidagi g'animatni ko'zlab qolishda xatolik bilan o'ltirib soldinglar. Lekin Allohning dargohida ko'p g'animatlar borda. Sizlarni behojat qiladi an qatli mislihi limalihi. Ashunun o'xshashni o'ltirishdan. Ya'ni mol dunyosini deb uning o'xshash odamni o'ltirishdan behojat qiladigan Allah ashda ko'p g'animatlar bor Allohning dargohida deydi. Hem Allah Teala şu sahabelergimi ilgili ahvalni eslatib o'tadi. Kedalike kuntum min qabl. İlgirimi sizlar aşına o'xshash edinglar. Tu'samu dima'ukum va amwalukum bi mujarradi qawlikum shahada. Sizlarninki shahodat kalimasini aytganliginglar bilanla qonlaringlar va mollaringlar saqlanib qoladigan darajada. Aşağı edinglar. İlgiri sizlarni şu sizlar xatolashib o'ldirib solgan odamning ahvoliga o'xshash ahvolda edinglar demoqchi. Feminallahu aleykum. Allah Teala sizlarga iltifot qildi. Yani İslamni. Yani bil iştihari, bil imani ve istiqame. İmanni ve istikametni oshkor qilish bilan, mashhur qilish bilan, ya'ni dastlabda anaqa iymonni o'zingniki imoyat qilgan oshkorlayolmaydigan holatda edinglar demoqchi bu yerda. Unda bo'lgandan keyin bir odam sen bu musulmonmi, musulmon emasmi bilolmaydi. Lekin sizlarniki shu la ilaha illalloh degan gapinglar qarabla, man musulmonkan deb sizlarning qininglar, mollaringlar saqlanib qoldigan mana holat edinglar. Keyin sizlar iymonni oshkora, iymonni islomni oshkora jakarlab, o'zinglarniki musulmon ekanligini oshkorlab yuralaydigan holatda bo'ldinglar. Alloh taolaning iltifoti bilan. Shunglashqa fatabayyanu. Sizlar aniqlab ko'ringlar. An taqtulu mu'minan. Ya'ni bir mu'minni o'ldirib qo'ymaslik uchun yani bir ishni aniqlab ko'ringlar demoqchi. Vaf'alu bid-dakhili fil islom kama fu'ila bikum. İslamga kirgüchiga muomala qilinglar. İslamga kirgan kishi bilan muomala qilinglar. Ya'ni bir odamni jihad oldida yana bir kishini o'ldirmoqchi bo'lsanglar, ashniki la ilaha illalloh degan bo'lsa, aniqlab ko'rib, ashuni islomga kirgüchiga muomala qilgandek, ya'ni islomning ichidagi musulmonga muomala qiling demoqchi. Xuddi ilgari sizlarga qilingan o'xshash. İnnallâhe kâne bimâ ta'malûne habîrâ. Allah Teala sizler kılıvattan işlerin hammasidan xabardordur. Şunun qarta sizlerge jazo berdi ve mukofotlaydi. Xo'sh, endi o'qiydigan oyatda jihad oyatlari. Ilgari oyatlarda shu odam o'ldirib qo'yish qasddan yoki xatolashib degandek odam o'ldirib qo'yish jinoyatining ahvollari so'zlangan. Endi jihadga aloqador shu mazmunli oyatlar so'zlangan. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى ففضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Yani beraber bulmaydı müminlerin için cihat çıkmaya oturmayanlar değil. Yine müminlerden özürsiz, yine ema, tokur, keselik okşayış özürsi barlar bunun müstesna. Yine ajda muşlardan başka özürsiz cihatga çıkmaganlar Allah yolunda mallarını, canlarını tikip cihat kılgıçlar bilen beraber bulmaydı. Allah mallarını, canlarını tikip cihat kılgıçlarını cihatga çıkmaganlardan bir derece üstün kıldı. Bu iki xil kişiler yani özürsi bulup cihatga çıkmaganlar ve cihatga çıkıcılar. Bularning hammasiga Allah jannatni va'da qildi. Allah jihad qiluvchilarga buyuk ajr ato qilib, ularni o'zrisiz turib jihodga chiqmaganlardan ortiq qildi deydi. Ya'ni al-qoiduna anil jihad demoqchi. Ya'ni mu'minlar uchun jihodga chiqmaganlar g'ayri uri darari.
Gayru degan rafi bilan o'qiladi va nasb bilan o'qiladi ekan. Gayru, gayra. Gayru deb rafi bilan o'qilgan chog'da sifat deb turib, ashta rafi bilan o'qiydi ekanmiz. Gayra deb nasblik o'qilgan vaqtda buni istisno deb turib, ashta nasblik o'qildi ekan. Zamana degan yana saqaymas kasal yoki qayg'u, shuning yoki shunga o'xshash. Mushundaq o'zlisi, mushunda bir o'zlisi yo'q turib, jihodga chiqmagan mo'minlar bilan Alloh yo'lida mollari va jonlarini tikib jihod qilganlar barobar bo'lmaydi deydi. Yani o'zlisi yo'q turib jihodga chiqmaganlarni endi Alloh taolo yani mo'min deb atadi bu yerda. Lekin arada shu qalbida iymon bor. Shu o'zlisi yo'q qilib chiqmagan bo'lsa-mu, buni iymon sifatini uni tortib o'tish bo'lmaydi. Ma oyat bilan yani. Faddalallohul mujahidina bi ammalihim. Ortiq qildi Alloh taolo jihad qiluvchilarni mollari bilan, jonlari bilan. Ashuna jihad qilganlarni e, jihad qilmaganlardan bir daraja ortiq qildi deydi. Li dararin, ya'ni alal qoidina li zararin. Ya'ni biraz ziyon zahmat biroq o'zlisi bor holatda ashta jihodga chiqmay qolganlardan bir daraja ortiq qildi deydi. O'zlisiz chiqmaganlarni gap emas bu yerda. O'zlisi bor holatda chiqmay qolganlar demoqchi. Listivaihima fin niyati. Hamda aloqa o'zlisi bor turib jihodga chiqmaganlar bilan rasmiy jihod maydoniga chiqqanlarninki o'rtaq taraf qaysi desa, har ikkalasining niyatida barobar deydi. Jihodga chiqqanlarmi o'zlisi bor o'shga chiqqanmidi? Lekin niyatida jihodga chiqish niyati borda. Mushu niyatda bu ikkisi barobar. Lekin haqiqiy jang maydoniga chiqib jihod qilganlar bo'lsa, bil muboshara, ya'ni shu bevosita shu jang maydoniga chiqqanligining sababi bilan bir daraja ziyoda ortiq bo'lmoqda. Müslümanlık için Allah Teala ularni jang maydoniga bevosita chiqqanlarni bir daraja ortiq qildi. Va kullu va'adallohul husna. Shu ikki firqaning hammasiga shu rasmiy jang maydoniga chiqqanlar va o'zi o'sib chiqqanmaganlar. Mushularning hammasiga Alloh taolo jannatni va'd qildi. Al-husna degan jannat demak ekan. Va faddalallohul mujahidina alal qoidin. Ortiq qildi Alloh taolo jihad qiluvchilarni jihad qilmaganlardan. Yani o'zlisiz hech qanday bir o'zlisiz jihodga chiqmay turganlardan nati cho'ng katta daraja katta ajr bilan ularni ortiq qildi deydi. Endi ajran azima degandan badal qilindi darajatin minhu degan. Yani darajatin minhu deganninki i'robi nima bo'lsa ajran azimadan badal deymiz. Tarkib qo'ygan chog'da. O Alloh tarafdan bo'lgan ko'p darajalar. Manazila ba'daha fawqa ba'din min al-karama. O jannatki darajalar bir qancha manzil bo'lib, uning ba'sining ustida bo'ladi. Hurmat jihatda yani. Va mag'firatni, rahmatni va'da qildi Alloh taolo. Mansubani bi fi'lihima. Mag'firatan rahmatanninki nasblik o'qilishi oshadagi bir muqaddar taqdir qilingan bir fe'l bilan ashta nasblik o'qilgan. Masalan, ahussu mag'firatan desak bo'ladi masalan. Yoki shuning munosabati bir fe'l bor ashta demakchida, muqaddar bir fe'l. Va kanallohu g'afurur rahima. Alloh taolo mag'firat qiluvchidir o'zining do'stlarini, rahim qiluvchidir o'ziga toat qilgan kishilarni deydi. Ma oyat binoan ma oxiridagi oyatda faddalallohu mujahidina alal qoidina ajran azima. Ya'ni alal qoidinni g'ayri zararin deb tafsir qildim. Ya'ni o'zrisiz, ya'ni biraz ziyon zahmatni yo'q. Jihad chiqa oladigan boshda holatda jihad chiqmay qolib qolganlardan bevosita jamiyadan chiqqanlarni Alloh taolo katta daraja savoblarni ortiq qildi degan gapimni. Ularga jihad chiqmay qolganlarmi qiyomat kunida Alloh taoloning bir fazl marhamatiga erisha oladi demoqchida bu yerda. Inshaalloh. Xo'sh, endi keyingi oyat hijratga munosabatli oyat ekan bu. Hijrat islomdagi hijrat qanday bo'ladi deganni o'qiydi ekanmiz hozir. Bu oyat nozil bo'ldi
sahobalarning ichidagi bir qancha jamoat haqida deydi, bir qancha kishilar haqida. Ular musulmon bo'ldi, lekin hijrat qilmadi. Makkadan Madinaga hijrat qilib bormadi. Shuning bilan Badr g'azoti bo'lgan kunisi ular shu kuffarlar bilan Makka tarafdan kelgan shu Makkadanki Quraysh kuffarlari bilan birga o'ltirildi deydi. Ular Badr g'azoti bo'lgan kunisi Madina Munavvaradan kelgan payg'ambar alayhissalomniki tarafdori musulmonlar tarafdori bo'lmay nima kofirlar bilan birga kelgan bo'lgandan keyin shu kofirlar tarafda turib g'azot qilib o'sha yerda o'ltirilib ketgan gap yani Badr kunisi. Shuning ahvoli hozir. Deydi Alloh taolo: "Innallazina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا." Yine hakikaten o'zlariga zulm qiluvchilar, ya'ni hijratni tark etib kuffarlar bilan birga turuvchilarning jonlari farishtalar tarafidan ilinadigan chog'da farishtalar ulardan dininglarning ishida qaysi holat edinglar deb so'raydi. Ular zaminda, ya'ni Makka zaminida biz dinni barpo qilishdan bo'zaq qilgan edik deydi. Farishtalar hijrat qilsanglar Allohning zamini kengra emasmidi deydi. Ya'ni shu hijrat qilmaganlarning boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nima degan yomon joy. Faqat erlardan, ayollardan, bolalardan chorasiz qolgan, ya'ni hijrat qilishga chora topolmagan, yo'l bilmaydigan ojizlar buningdan mustasno. Ana shularni Alloh afv qilg'ay. Alloh nihoyat afv qiluvchidir, nihoyat mag'firat qiluvchidir. Zolimi anfusihim degan o'zlariga zulm qiluvchilar degan kim desa, kofirlar bilan birga qilib qilib shu Makkada hijratni tark etib o'zlariga zulm qilganlarni o'zlariga zulm qiluvchilarning jonlari farishtalar tarafidan ilingan chog'da, ya'ni farishtalar ashlarni vafot topgan chog'da deydi farishta ularga: "Fima kuntum?" ya'ni fi ay shay'in kuntum fi amri dinikum. Sizlar dininglarning ishida qaysi ahvolda bo'lgan edinglar deb so'raydi. Ular o'zlarining ahvoliga qarata o'zi aytib turib, kunna mustad'afina fil ard. Ya'ni biz zaminda ojiz bo'zaq qilingan edik. Ya'ni dinni barpo qilishdan ojiz kelgan edik. Fil ard degan Makka zaminida deb shunday deydi. Degandan keyin farishtalar ularga deydi ayiblab ularni. Va ularga qaygan holatda alam takun ardullohi wasi'atan fatuhajiru fiha. Allohning zamini kengra emasmidi? Yani shu Allohninki kengra zaminlarga hijrat qilsang bo'lmamdi. Kufr zaminidan boshqa bir zaminga Allohninki dinini ado qila oladigan boshqa bir zaminga hijrat qilsang bo'lmasmidi deydi. Kama fa'ala g'ayrukum. Xuddi sizlarning boshqalar qilganga o'xshash. Hem Alloh taolo aytdi, ashlarning ahvoli qarta, فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ. Oşular bo'lsa, ularning boradigan joyi, qaytadigan joyi jahannamdir. O jahannam nimaga yomon joy. Hem Alloh taoloning rahmat kengari. Hem shu hijrat qilinmay qolganlarning ichidan yana mustasno qilyapti bu yerda. Al-mustad'afina minar rijal. Erlarning ichidan, ayollarning ichidan va bolalarning ichidan ojiz kelganlar. La yastati'una hilatan. Hijrat qilishga bir kuch-quvvat yoki nafq topolmay, shunga qodir bo'lolmay, mushta hijrat qilishdan ojiz kelganlar buningdan mustasno. Va la yahtaduna sabila. Va hijrat qilishga, hijrat zaminga shu Makkadan Madinaga yo'l topishga, yo'l topolmay qolgan mushundaq kishilar buningga mustasno. Fa ulaika asallohu an ya'fu anhum. Shularni Alloh taolo afv qilgan. Ya'ni Alloh taoloning afvosini umid qilyapti bu yerda. Umid qilish tariqasiga gapirmaydi. Va kanallohu afuvan g'afura. Alloh taolo nayt ko'p afv qiluvchi, mag'firat qiluvchi zotdir. Xo'sh, endi va man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katiratan wa sa'a. Kimiki Alloh yo'lida hijrat qilsa, tabudu zaminda nayti bir hijrat qilgan o'rinni. Yani kimki Alloh yo'lida hijrat qiladi ekan, u zaminda chiqish yo'li va kengchilik topadi. Kimki uydan Allohning va payg'ambarning tarafiga hijrat qilib chiqsa,
Ondan yo'lda o'lib ketsa, uning ajrini cho'qim Alloh beradi. Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir va nihoyat mehribondir. Murog'aman degan muhojiran. Ya'ni Alloh yo'lida bir kimi kashni ijro qilib chiqqan bo'lsa bir kishi, topadi zaminda bir kengchilikni. Muhojir degan kengri bir joyni demoqchi. Va ko'p bir ijro qilgan joylarni va bir kengchilikni, keng rizqni topadi. Kimiki chiqsa o'zining uyidan hijrat qilgan holatda Allohga, Allohning rasuliga, Allohning rasulini ko'zlab, Allohning dinini ustun qilish uchun, Allohning dinining amr farmonlarini yaxshi o'rindashga bir imkoniyat bo'laman degan maqsadda o'sha hijrat qilib chiqsa demoqchi. Ondan u odam o'lim yetgan bo'lsa, hijrat qilgan joyga zaminga berib qo'yguncha yo'lda o'lib ketib qolibdi. Xuddi Jundu' ibn Damra al-Laysi roziyallohu anhuga bo'lgan ahvolga o'xshash deydi. Ashta bo'lsa, faqat vaqa'a ajruhu alalloh. Uning ajrini Alloh o'zi beradi. Alloh taolo nihoyat mag'firat qiluvchi va rahimdil zotdir deydi. Bu hijrat masalasi qarta bu hijratning 6 qism bo'lindi debdi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la hicrete ba'del fethi velakin cihadun ve niyetun ve ides tunfirtum fenfiru degan bir hadisda. Yani Mekke fethi bo'lgandan keyin hijrat qilish yo'q. Yani Mekkeni fethi qilib bo'lgandan keyin Mekke islom zamoni aynib ketgan bo'lgandan keyin hijratninki 8-yilda. Mekke'den Medine'ye hicret qilib berish yo'q. Yani Mekke'den Medine'ye Hatay'dan basganda hicret qilganning savobi topolmaysizlar. Chunki Mekke islom zamoni o'tib ketdi. Lekin jihad va niyat bor degan. Yani bu hadis binoan yine shu Mekke'den Medine'ye hicret qilish yo'q degan gapimdi. La hicrete ba'dal fath degan. Bunun qarta hicretni hozir olimlar 6 qism bo'lindi debdi. Birincisi el-xurucu min daril harbi ila daril islam. Darul Harb yani Kufr diyarından İslam diyarına hicret qilib chiqish deydi. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki küllerinde farz edi. İslamdaki destekli davrlarda Peygamber aleyhisselam şu Medine'ye hicret qilib qolgandan keyin shu chog'da Mekke fathi bo'lgan qadar deyli farz shu chog' farz edi. Lekin Mekke fathi yo'q bo'lgandan keyin Mekke'den Medine'ye hicret qilish yo'q dedi Peygamberimiz. Lekin bu xil turdagi hijrat toki qiyomat qoyim bo'lguncha hukmi bordir va farz qilingandir deydi. Ya'ni har qanday zaminda har qanday bir yerda musulmonlar shunday bir eg'irchilikqa yo'liqsa, o'zining dinini, namozni o'qiyamaydigan, dinni, arkonlarini o'rganolmaydigan holatda bo'lsa, mushkul holatga hijrat qilish farz demoqchi bu yerda. Ikkinchi turdagi hijrat qaysi desa, al-xuruju min arabil bid'ah. Bid'at zamindan chiqib ketish debdi. Yine bid'at ishlar ko'p yuz bergan bir zamonda yashagan bo'lsa bir musulmon shu yerdan chiqib ketish kerak demoqchi. Buning qarta Ibnul Qosim bundoq degan. Anladım ben İmam Malik'in bundoq deganligini. Halol bo'lmaydi har qanday bir kishi uchun salaf solihlar tillanadigan bir yurtda davomli turishi deb. Salaf solihlarni tillaydigan ashuna bid'at ishlar ko'p yuz bergan bir yurtda bir musulmon odamningki asha davomli turaverishi halol bo'lmaydi demoqchi ekan. Ibnul Arabiy bu to'g'ri gap degan ekan. Munkar ishni agar sen uni o'zgartirishga qodir bo'lolmasang, u munkar ish yuz bergan zamindan sen chiqib ketgan deb. Bu olimlarningki bir so'z emas. Endi hijratning qaysi degan chog'da al-xuruju an aradin g'alaba alayhi al-haram. Haram ish ko'p yuz beradigan haram ishning yuz berishini ko'p bo'lib ketgan bir zamindan chiqib ketish. Lekin o'ziniki namozini joyida o'qiy oladi, o'ziniki ro'zasini tuta oladi. Lekin u zaminda harom ishlar ko'p yuz berdi ekan. Bunda zaman bo'lsa-mu, mushkul ahvol bu yerdan chiqib ketish kerak debdi. Chunki halolni talab qilish musulmonga har bir musulmonga farzdir deydi.
Hem tötüncü türdeki hicret qaysi dese el firaru minel idayeti fil beden. Bedenge eziyet yetkiziştin kaçış deydi. Mesela fe'eda haşilmen ala nefsihi. Bir odam ma'lum bir zamanda o'zginki jiniga e, e, bir zulm qilishdan qo'rqsa, e, masalan yoki o'ldirib ketishi yoki bir xavf xatarga yo'liqib qilishdan qo'rqqan bo'lsa, alloh taolo u odamga shu zamindan chiqib ketishni va u yerdan qochib ketishni ruxsat qilgan deydi. Shu mahsur cheklangan ishdan o'zini qutuldirish uchun. Yani 5. turdagi hijrat qaysi desa, e, kasallik ko'p tarqalgan bir zaman bo'lsa, pokiz zaminga chiqib ketaydi. O'ziniki kasal qo'shni qo'rqqan odatda. Lekin vabo kesili bo'lgan bir zaminda uning qarta hukm ayrimi. Chunki payg'ambar alayhissalom e, vabo kesili bo'lgan zamindan chiqib ketmanglar degan mazmunni keltirgan. Shu vabo kesili bo'lgan zamindan chiqib ketsa bo'lmaydi. Payg'ambarimizning so'ziga binoan. Lekin uningdan boshqa mesela kasalliklarni maynachiliklar ko'p bo'lib ketgan zaman bo'lsa, o'zini pokiz ozod bir zamonga chiqib ketsa bo'ladi demoqchi ekan. Ham 6. turdagi hijrat qaysi desa al firaru xavfal idoyati fil mal. Masalan o'ziniki mol mulkiga xavf xatar yetadigan yoki masalan hukumat uning mol mulkini musodir qilib o'tadigan nohaq masalan. Boshqa bir ahvol bo'lsa, o'zining mol mulkini qo'g'dab shu zamindan chiqib ketishyapti. Bu bir hijratga kirdi ekan. Chunki molning hurmati, musulmonning melining hurmati musulmonninki qinining hurmatiga o'xshashdir. Mol mulkni qo'g'dashmi islomdagi 5 maqosidning birisi. Undan keyin mol mulkini qo'g'dab hijrat qilib ketgan bo'lsa, shu hijratning savobi erishidi demoqchi. Birinchi turdagisi endi farz ekan. Qolganlari endi buning hukmi farz bo'lmasa mumkin endi Alloh taolo to'g'risini bilguchi. Ma'al tutumni hammasini farz deb ketgan bo'lmaydi. Alloh bo'lsa mushaqqat to'p qiladi. الله تعالى هم بين متاقسم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك.